Abdullohning dunyoga kelishi. Uning otasi Muborak ismli taqvodor inson edi. Shu bilan birga o'sha zamonning qozilaridan birining quli edi. Muborak qozining uzumzorida ishlar va qo'riqlab parvarish qilardi. U shu bog'da ishlay boshlaganidan beri qozining uyiga o'zgacha fayz, baraka va xotirjamlik kirganday bo'ldi. Indamay ishini bilib qilaveradigan yigit qoziga juda yoqib qoldi. Biror zarurat bilan qozining hovlisiga kelgudek bo'lsa, ko'zini ortiqcha nazardan saqlardi. Uning odobi ko'pchilikni lol qoldiradi. Bir kuni qozi uyiga mehmon chaqirdi. Mehmonlar kelgach, uy sohibi Muborakni chaqirib uzum olib kelishni buyurdi. Olib kelgan uzumlari nordon ekan. Unga yana olib kelish buyurildi. Bu hol 4 marta takrorlandi. Toqati toq bo'lgan qozi, "Nega har safar nordon uzum olib kelasan? Taxirligidan ishtaha bo'g'ildi-ku. Sen qaysi shirin, qaysi nordon ekanini bilmaysanmi?" deya jahl aralash savol berdi. "Yo'q", dedi u muloyimlik bilan. "Siz menga bog'ga qorovullik qilishni va parvarishlashni buyurgansiz. Yeyish haqida gapirmagansiz", dedi hijolat bo'lib. "Yo qudratingdan biror marta tatib ko'rmadingmi?" "Yo'q, hojam." Qozining holi o'zgardi. Mehmonlar bilan suhbat ham tatimadi. Xayolida bir uy qanday qilib shuncha katta bog'dagi uzumdan bir tatib ko'rmagan bo'lsa, o'ylagan sari fikrlari tiniqlashar, Muborakka nisbatan hurmati ortardi. Axiri chiday olmadi, uni chaqirtirdi. "Sendan bir maslahat so'rasam." "Qullardan maslahat so'ralmaydi, hojam." "Bilaman. Ammo senga berilgan ilm, odob, diyonat haqqi sendan maslahat olgim keldi. Aqlim yetguncha javob beraman, hojam. Mening bir bo'yi yetgan qizim bor. Unga sultonlardan, hokimlardan, sarkardalardan, savdogarlardan sovchi kelyapti. Uni kimga berganim xayrliroq? Yahudiylar ayolning nasabiga, nasroniylar boyligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlarida diyonatiga qarab tanlangan. Bugun aralashib ketdi. O'zingizga ma'qul kelganini tanlab uzatavering." "Yo'q. Men senga nikohlab bermoqchiman qizimni. Bunga nima deysan?" "Uydagilaringiz bilan maslahatlashing. Men bir qul bo'lsam, uning ustiga tayinli uyim ham yo'q. Alloh taolo yo'lida seni ozod qildim. Bugundan ozodsan. Uydagilar qarorimni rad etmaydi." "Rahmat, hojam. Sizdan Xudo rozi bo'lsin." Muborak yaxshilikdan qattiq suyunib, yomonlikdan qattiq kuyinib ketmasdi. Shuning uchun soddagina minnatdorchilik bildirdi. Qiz boladan so'ralishi kerak. Aks holda majburlangan bo'lib qoladi. "Unda bugun so'rayman." "Mayli, qani ozod kishi. Bog'imda oylik maosh uchun ishlashga rozimisan? Agar istasang, boshqa ish ham qilishing mumkin." "Ishlayman." "Juda soz. Bomdod namozidan keyin gaplashamiz." Qozi ayoli va qizidan so'ragan edi, "Siz yomon kuyov tanlamaysiz, rozimiz", deyishdi. Qozi xuftonni o'qib, Yaratganga duo qilib, to'yni xayrli qilishini so'radi. Muborak namozdan so'ng uzoq o'yladi. Shunday ulug' qozi kalon oddiy yigitga qiz bersa-ya, u qulligini bir onda unutdi. U ham ushbu nikoh uning ikki dunyosiga foydali bo'lishini Alloh taolodan so'rab duo qildi. Bugun tong Muborak uchun boshqacha otdi. Ozod kishining birinchi tongi. Har kungi bog' o'z kulbasi ko'ziga boshqacha ko'rinib ketdi. Hovlida qozi janoblari bilan uchrashuvni kutib turarkan, beixtiyor uy tomon nazar soldi. Birdan qilmishidan uyalib, ko'zini olib qochdi. O'ng'aysizlandi. "Qani, supaga chiq Muborak", deya tabassum bilan
qozi chiqib keldi. Ular uzoq suhbatlashmadi. To'yni peshingacha o'tkazishni mo'ljallashdi. Asrgacha kelinni olib ketadi. Shuncha obro'siga odmigina to'y qildi qozi. Nima? Uning davlati yetmasmidi? Yetardi, ammo boyligini ko'z-ko'z qilgisi kelmadi. Undan tashqari kuyovining hamiyatiga tegib ketgisi yo'q. Xullas, to'y ham o'tdi. Ular Uzumzorning chetidagi odmigina uyda yashay boshladi. Qizning onasi haftada bir kelib qizidan xabar olib turadi. 5-dafa kelishida qizining yig'lab turgani ustidan chiqdi. Nega yig'layapsan, qizim? Tanlab topgan kuyovlaringiz hatto yuzimga ham qaramayapti. Tushunarli. Jahl bilan uyga kelgan ayol xo'jayini ishdan kelishini sabrsizlik bilan kutdi. Eri kelgach, avvalo ovqat suzdi. Ovqatlanib bo'lgach, sekin gap boshladi. Sultonzodalarni mensimasdan oddiy odamga qiz bergandingiz. U esa mana salkam 40 kundirki, qizimizning yuziga ham qaramabdi. Shunaqa zulm qilar ekan, nega uylandi? Qozi bir og'iz gapirmadi. Xuftondan so'ng Muborakni chaqirtirdi. U kelgach, qoziligiga borib baqirmadi. Jahlga minmadi. Musulmon kishi oldin sababini bilib, keyin tadbir qiladi. U ham masala mohiyatini bilish uchun kuyovidan oddiy savol so'radi. Nega shu vaqtgacha qizim bilan gaplashmasdan, yuziga ham qaramasdan zulm qilib kelyapsan? Ming bor uzr. Orada sal anglashilmovchilik bo'libdi. Siz qozisiz. Shubhali taom yegansiz deya olmayman. Ammo baribir sovg'alar, turli ziyofatlar, hukmlar, janjalli vaziyat yechimlari uchun olingan pullar shubhali bo'lishi mumkin. Shuning uchun men mana salkam 40 kundan beri halol luqma yediryapman. Tomirlarimdan toza qon oqishi uchun. Alloh taolo guvoh. Men bu ishni solih farzand uchun qildim. Qozi lol qoldi. Yaratganning inoyati bilan kuyovni to'g'ri tanlaganiga yana bir bor amin bo'ldi. Oradan 1 yil o'tib, bu oilada Abdulloh dunyoga keldi.